أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli savaştaşlar, bugün okuyduğum dersimiz Amme Faris'ninki Cüz-i Amme'ninki 2. suresi Sure En-Naziat. Bugünkü okumak olan suremizmi ilgirki surega o'xshash Mekki sura bo'lib, xarakteri qiyomat masalasiga qarata Allohning keltirgan dalil paketlari buning qarata ikki xil guruhning mu'min va kuffar guruhining ikki xil pozitsiyasi va bularning oqibatdagi keyingi natijasi qatorliqlar so'zlanib oxirlashadi. Yana suraning o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan, yuritmoqchi bo'lgan eng asosiy temasi qiyomat masalasi va qiyomat masalasiningki muhaqqaq yuz beradiganligi, buning tegishli pozitsiya qatorliqlar. Bu sura aramizda buni yodlamaganlar yo'q deb o'ylayman. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashqa degan qasam bilan boshlanib, oxirida ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Qur'oni Karimga boshdan oxiri nazar tashlab qarab chiqsak, Alloh qasam qilgan yerlarda cho'ng masaladan birisi o'tirib qo'yiladi. Ya qiyomatlik tirilish masalasi yoki musulmonlarning eng cho'ng qadiya masalasi, ya'ni dunyodagi musulmonlarning yashash turmushining xarakter masalasi. Masalan, musulmonlarning tutib mangdigan yo'l masalasi asosliq mushu xil cho'ng tipdagi asosiy dinning kulliyalari bo'lgan, asosiy aqidalarining birisi bo'lgan masalalarning birisi tilg'angan yerda Alloh qasam ichadi. Bu suradami? Suraning boshida Bismillahirrohmanirrohim wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashqa was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra degan o'rindan tortib mushaqacha hammasini qasam. Bularning hammasi qasam. Qasamdan keyin shu qasam bekag'ishmaydi qasamda. Qasamda bir masala bor. Ya'ni qiyomat masalasini o'tirib qo'ymoqchida mujnu bilan qasam deb bo'lib, yawma tarjufur rajifa deb qiyomat masalasi boshlandiki, qiyomatga eng baxtsiz guruhdan boshlanadi gapni. Yani yawma tarjufur rajifa tadba'uha ar-radifa qulubu yawma idhin wajifa absaruha khashi'a yaquluna a inna lamarduduna fil hafira أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذن كرة خاسرة فإنما هي ذجرة واحدة فإذا هم بالساهرة degan o'ringacha faidahum bis-sahira degan o'ringacha mushriklarningki qiyomatdagi ahvolininki tasviri. Tabiiy qanday bo'lganligini hammalarga bu ikkinchi tema bo'ladi. Uchinchi temada suradagi uchinchi temada mushriklarningki bugungi kundagi ko'ran holati, masxirlari, masalan, dinga bo'lgan parvosizligi va dushmanligiga qarata Alloh o'tmishda hammadan biladigan, hech kim inkor qila olmaydigan Fir'avnni misol qilib keltirdi. Fir'avn tarixda o'tganligi bu aniq bir haqiqat, buni hech kim inkor qilmaydi. Buning ta'siri Misrga qadam ko'may qolmaydi buning ta'sirini. Buning jasadini hatto dengiz yeb ketgan bo'lsa-mu, Alloh buni bizga keyingilarga dalil fakt yuzidan dengizning sirtiga chiqarib, mumiyo suhbat har xil o'rinlarda tadqiq qilinib, Yevropadagi ilg'or o'rinlarda tadqiq qilinib, dengiz o'tganligi isbotlanib degandek, bu hammalarga tunishliq masala. Mushu masalani tilg'ab turib, shuna demakchiki, har zamondagi mushriklar, ya'ni ey Muhammad alayhisolamning davridagi mushriklar va undan keyingi mushriklar, sizlar qiyomatni inkor qilsa, o'zinglarcha ko'rang yashaysizlar. O'zinglarning kimligi u yoqda tursin, o'zinglarning kimligini bilmagan shaklda Allohga til uzutsizlar. Qaranglar mening ahvoliga deb Fir'avnning masalasini tilga oldi. Naqacha هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى
فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Firavunning masalasini so'zlab bo'lgandan keyin yana qayt bir askartib Firavun haqida o'ylanib baqsanglar, qo'rqadiganlar ustidan bir ibrat va deb ma'nolarni oxirlashtirdi. 3-temini, ya'ni Firavunning hikoyasi. Bu orqali demakki, mushriklarga, dinga sal qarag'anlarga, qiyomatga ishonmaganlar qarta bir askar. Aqo'tingni mushuludu, sizning faxrangidek ishing yo'q, mag'rurangidek ishing yo'q, o'zingizga ishongidek holing yo'q sizlarning demakchi. Undan keyingi tema, Firavunning masalasi tugagandan keyin agash turiblam asosiy maqsad, ya'ni Makka ahlininki, payg'ambar alayhisolamning payg'ambarlikni inkor qilayotganlarninki haddan oshgan qilmishlarga qarta ularga bayonat, hujjat akilib nim deydi. Antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum ghija. Makka ahliga qarata yana bir qatim signal beryapti. Hey, Makka ahlilam emas, undan kimlarga shu? Sizlar kim tinglasizlar demakchi. Sizlar bu qadar qilgudak kim tinglasizlar? Sizlar ko'rib turayotgan osmon, zamin, tog'larni yaratmoq tasmo sizlarmi? Undan keyin mazmun tugagandan keyin yana gap oyatning asosiy temasi bo'lgan qiyomat masalasiga o'tkilib, qiyomatdagi ikki xil maqom ve ikki xil maqomga loyiq bo'lgan ikki xil kishilarning ahvoli bilan sura oxirlashdi. Bu yerdan boshlanadi. Fa iza ja'at at-tamatul kubra yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a wa burrizat al-jahim liman yara fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa aqrana wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Bu ikki turli adamniki. Birinchi turli adamniki yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Birinchi turlikini dozaq kiradiganlarning ahvoli bo'lsa, va amma man khafa maqamidan tatib oxirigacha jannat kiradiganlarning ahvoli. Deb bo'lgandan keyin yasalunaka anis-sa'ati ayyana. Asosan tinmush shu qiyomat masalasi. Şunun içinde bayan kılıngan her xil temalar hemmesi yığılıp kelip muş mazmunga yığılıpkenki yes'alunaka anis-sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Bunu bilan sura oxirlashdi. Savoqdaşlar biz deb kelyapmiz hozirga qadar Makka suralarining xarakteri bu. Ya'ni ya qiyomat masalasi ya peygamberlik meselesi, tirilish meselesi, cennet dozaq meselesi, Allah'a iman etiş meselesi, kitap meselesi, malaikeler meselesi, imanın asasi tarafları Mekke surlarının asasi temaları oldu. Surunun oturup koymakçı olan temini çördüğü asasda tarmak bir qanç temini oturup kıldı. Xudben bayattin surun naziyatını 5 temi boyunca ayırğandak. İlgirki dersimizdeki sura Amme, yani sura Neba, o 6 temi boyunca ayrılğandak. Onun da mı kıyamet meselesi itti. Yani ölüp tiriliş meselesi itti. Bunun da mı hendim meselesi, kıyamet meselesi. Her işkelisi de şuna münasibetlik Allah'ın kudurtuğu dalalat kılıdığan, ötmüşteki peygamberlerini inkar kılıp zeminde yuğancılığı, buzğunçılığı kıgallarının akıbeti qatarlıq meseleler tilgalmış arqılıq bizge şunu eskertmekçi ki çokum kıyametke kilisler, kıyamet çokum buludu, sılın kılgan her bir kılmışınladın sorak alımız, hesap alımız ve şunun layık ravişte sizlerini cezalayımız, mukapatlap cezalayımız digen mezmununu oxtamakçı. Uzun mezmun şu savaqdaşlar. Endi Abdur del muşu mezmunlarını qısqaça yığınçaq şekilde beyne yedeyi sura degan tema astida bayan qildi. Kelayli Abdur birincisde surunun umum ahvalını bayan qilib davatıdı. Suratul Naziat Mekkiye. Sur Naziya Mekkiye bulup bunun ahvali başqa Mekki surlarının ahvalıga o'xshaydi ki Mekki surlar
Vahdaniyet risaleti, Ba'si Jaza risaleti qatorliq aqidaning asosiy taraflariga to'g'na, ya'ni ko'ngil bo'ladi. Suraning asosiy mazmuni qiyomat va uning ahvollari haqida so'raydi. Qiyomat va uning qo'rqinishi haqida so'raydi. Muttaqillarning oqibati, mujrimlarning oqibati haqida so'rab davom qiladi. Bu suraning umumiy ahvoli bo'lsa, suradagi birinchi tema ibtida'at as-suratul karima bil qasam bil malaikatil abrar. Ya'ni sura karima yaxshi malaikalar bilan, esil malaikalar bilan qasam qilib boshlandiki, bu malaikalar mu'minlarning jonlarini naytib, yumshoqlik, muloyimlik bilan tortib oladi. Mujrimlarning jonlarini bo'lsa qattiqlik, qo'pollik bilan tortib oladi. Bu malaikalar vallati, bu malaikalar tudabbiru shu'unal xaloiq. Allohning buyrug'i bilan insonlarning, kishilarning ahvollarini o'rinlashtiradi. Mana bu qasam nag'icha yani فالمدبرات أمرا başladı. Yani والنازعات غرقا والناشطات والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا ما 4 ayet. Yani 4 ayet yani 5 ayet gene 5 ayet maxsus malaikalar bilan qasam qilgan ayet. ثم تحدثت عن المشركين. Andan bu sura tirilish va yig'ilishni inkor qiladigan mushriklar haqida so'zladi va ularning ahvolini, echinishlik kundagi ahvolini savvara tasvirladi. Bu mazmunlardan boshlanadi. Qulubu yawma idhi wajifa absaruha khashi'a yaquluna a inna lamarduduna fil hafira a idha kunna 'izaman nakhra degan mazmunlar shu. Andan keyin suriyana zalim Firavun haqqida to'xtaldi. Allazi idda'a rububiyya. Bu zalim, bu Firavun Roblikni da'vo qilib, zulm va hadidning ishlarida ishkirilib kirib ketgan, bu davomlashib ketgan. Shundan bilan Alloh uni vayron qilib, g'arq qilishdan halok qilgan. Uni va uning qibti bo'lgan qavmini. Bu haqdagi mazmunlar hal ataka hadith Musa iznadahu robbuhu bil vadil muqaddas tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka degan o'rindan boshlanadi. Andan keyin suriyana tahaddasat sura Makka ahlining hadidin eshitlar haqida, ularning Rasulullohga qarshi chiqishlari haqida so'zladi va ularning Allohning maxluqotlarining ko'pinchisi mojiz ekanligini eskartib antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha va aghtasha laylaha va akhraja duhaha deb ma mazmunlarda shu mazmun tilg'alangan. Va xatamatus suratul karima. Andan keyin sura karima mushriklar yiroq deb qaragan, inkor qilgan, yuz berishiga ishonmagan qiyomatning vaqtining bayoni bilan oxirlashdi. Bu mazmunlar yasalunaka anis-saati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila robbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha degan mazmunlar bilan oxirlashdi. Endi biz suralarning temalarini bilib bo'lgandan keyin suralardagi so'zliklarga bir tegish qilaylik. So'zliklar ichida biz bilmaydigan so'zliklarni avtor tushuntirib qo'ygan. Birinchisi vajifa. Vajifa ya'ni yawma tarjufur rajifa tatba'uha radifa qulubu yawma idhi wajifadiki wajifa. Wajifani xaifa fazi'a deb tushuntiryapti. Ya'ni qo'rqqan, bearam bo'lgan degan ma'noda. Odatda normalda vajifal qalbu vajifa deb qo'yamiz. Yurak sep ketib, xafaqa degan qattiq sep ketib, qo'rqinishning qattiqligini siqilsa, yurakimiz qattiq sep ketsa, shu vajifa bo'ladi. Ikkinchi so'zlik hafira. يقولون إنا لمردودون في الحافرة. الحافرة ilgirki holatga qaytish degan ma'noda ar-ruju' ila al-holat allati kana 'alayha. Shu ustida bo'lgan ilgirki holatga qaytish degan ma'noda. Odatda normalda deb qo'yamiz, yuqol falanahun fi hafiratihi qaytdi deb qo'yamiz. Hafiratihi qaytdi. Hafira degani o'zining ilgirki kelgan yeriga qaytdi degan ma'noda. Shoirmo tundagi she'rida hafira degan lug'atni qo'llangan, shu ilgirki holati degan ma'nosida qo'llangan va hafiratun ala sal'i va shayb ma'azallohi min safahin wa 'arid. Ya'ni u o'zining paynak boshliq va yashangan holatiga qaytganlikmi yoki ilgirki holati paynak boshliq yashangan holatdimi? Xudoyim saqlasin, do'tlik va nomusdan degan she'rida hafira ya'ni ilgirki holatni ko'rsatdi. Undan keyin sahira ya'ni فإذا هم بالساهرة يعني وجه الأرض بتفسير خطو يعني زمنه يزي degan ma'noda. Odatda arablar
zeminning yüzini bayav Allah'ını sahira deb ataydı eken. Sahira asli lug'at ma'nida uyqu o'tkazadigan, uxlaydigan degan ma'noda. Chunki ularda kechini o'tkaziladi demdi sahara. Sahara shu kechini bunda chala uyqu bilan yoki uyqulmagan parang bilan kecha o'tkazgan deydi. Şu asasdaki aloqa bilan andikin sahira zeminning yüzi degan ma'noga qo'llanilgan. Samka degan samk ulug' irtifa, ya'ni egiz degan ma'noda bina masmuk deb qo'ydi. Egiz bina degan ma'noda. Ag'tasha go'gigan, ya'ni qorong'u qolgan ma'noda. G'atashal-layl ag'tashahulloh degandek bunda bir iboratlar kiradi, ya'ni u qop-qorong'u bo'ldi, Alloh uni qop-qorong'u qilsin degan ma'noda qo'llanilgan. Dahaha degani yaydi, tuzli degan ma'noda. Zayd ibn Amr deyotdi. Dahaha falamma stawat shaddaha bi aydin wa arsa alayha al-jibala. Uni tuzlidi, tüp-tuz bo'ldi, chingitdi qo'llari bilan va uni ustiga tog'larni o'rnatdi degan she'rdimi? Dahahani tuzli degan ma'noda qo'llangan shoir. At-tamma degani ad-dahiyatul azm, buyuk falokat, buyuk cho'ng ish degan ma'noda. Ya'ni odam qodir o'g'ilolmaydigan, odamni besib oladigan buyuk ishlarni dahi tamma deb qo'yamiz. Shoir deyotdi: "Inna ba'dal hubbi ya'ma va yasum." Bir qism muhabbatli odamni qarg'u qiladi. Ya'ma yasum qarg'u bo'ladi, gas bo'ladi degan ma'noda. Yoki yu'mi va yusum qilsa qarg'u qiladi, gas qiladi degan ma'noda. Shuningdek ba'zisi texmu xatarlik, texmu chatoq degan ma'noda. Adha va atom degani texmu chatoq degan ma'noda. Va yuqoridagilarni biz so'zlar suraning ichidagi balkim bilmaslik ehtimolimiz bo'lgan so'zliklar buni abtur mufassir bizga tushuntirib qo'ydi. Qani tafsir qilaylik. "Wan-nazi'ati gharqa." Bu qasamni ifodalaydi arab lug'atlarning hammasi bilasizlar. Ya'ni nazi'atlar bilan qasamki qattiq deyotdi. Gharqa degan asl lug'at ma'noda bir ishga cho'kib, bir ishning cho'nqir yiltig'i tushib degan ma'noda, nazi'at tortgan ma'noda, ya'ni mu'minlarning, mushriklarning jinini, kuffarlarning jinini qattiq tugidan tortadigan malaikalar bilan qasam. Ya'ni uqsimu bil malaikati allati tanzi'u arwahal kuffar naz'an balighan aqsal g'oya fi wal usr, ya'ni men kuffarlarning jonlarini qattiqlik va qiyinchilikda chekiga yetgan tariqada tortadigan malaikalar bilan qasam qilaman. Va nashitati nashta. Nashata asl lug'at ma'noda yengillan tortgan degandek bir ma'noda bu. Normalda arablarda tuguning putini bunda aloqa ilmak qilib chigib qo'yib, mangdigan vaqtda og'amsini shundan tortsa shaqqida chiqdi emas, maqamcha kuchima ilam mushu nashatqa bo'ladi. Ya'ni nashrat degani yengil tatqishi degandek bir ma'no ifodalaydi. Shunda olganda Abdur buni nima deb tafsir qildi? Va mu'minlarning jinini suhulat va yusr bilan qana qilgan tatqan va uni nayti yumshoq sug'agan malaikalardan qana qilma, qasam qilma deydi. Yetmas davotida ölüm periştesi onun yardımcıları kuffarlarning, kafirning jinini xuddi tümür zıx, safud degani sih hadid deb bu tümür zıx. Qanday zıx desa, ya'ni bunda shoxlari, tikallari ko'p bo'lgan, taraf-tarafdan tikini va tümür zıxni höl yungdan tatqandek tatdan bunu tasvirlasanglar bo'ladi o'zingizga. Höl yungning ichidan bunda tikanlik tümünü tatsa hammasi tatilib chiqadi emasmi? Mashta tatib duodat mana. Andikin kafirning jini xuddi suvga cho'kib ketganga odamga o'xshab chiqadigan nayta qiynalib chiqadi. Mu'minning jinini nayt yumshoq muloyimlik bilan tatidi. Uni xuddi og'amchini tugining putidan shunda qanaqanda keshgandek lam tatidi, yengil deb manda tasvirlagan. Ibn Kasir deyotdi, Allah subhanahu va taala malaikalar bilan Bani Adamning jinini tatgan vaqtga malaikalar bilan qasam qildi. Malaikalarning ichidan yoki Bani Adamning ichidan jini oson qiyinlik bilan tatilganlari bo'lib, uni tatishga qattiq cho'katlam ketadi, qiynalib ketadi demakchi. Bani Adamning ichidan jini yengil tatilganlar bo'lib, xuddi uni chigib qo'ygan yerdan cheshgandeklar. Hallatu min nashad degani chigib qo'ygan yerdan cheshgandeklar tatilganlari va bu ikki xil qasamning ma'nosi was-sabihati sabha. Ya'ni suvda uzgandek ma'noga malaikalar bilan qasam degani, ya'ni men Allah'ның buyrug'ini, vahiyisini osmondan xuddi suvda uzayotgandek Allah'ның buyrug'ini ijro qilishini oldirgan holda tushadigan malaikalar bilan qasam. Sabaha suv uzgan ma'noda. Fas-sabiqati sabqa.
Yani müminlerin canlarını cennetke aldın ala aldırıp apırdıgan malaikeler olan kasem fel mudabbirati emra. Yani işlerini urullaştırıcı malaikeler olan kasem ki yani kainatın işlerini Allah'ın buyruğuyla urullaştırılan malaikeler olan kasem meyli şamal meselesi, yağmur meselesi, rızık meselesi, ömür ve ondan başka dünya işleri. Demek Allah Muşu 5 türlük işler bilen nimaga qasam qildi? Qiyomatning haqiqatligiga qasam qildi. Bu yerda oyatning o'zida bu gap bo'lmasmi? Qasamning javobi bu yerda mahsus. Aslisi la tub'asunna va la tuhasabunna degan ma'noda. Ya'ni sizlar cho'qqum tirlislar, hisob ilinislar degan ma'noda. Buningga keyingi oyatning mazmuni dalolat qiladi. Yawma tarjufu u kunusida deb gap boshildi emasmi? Qasamning javobi yo'q bu yerda tabiiy. O günüste yani birinci sür çelinip her şey şu birinci sür için titrep tevrep gidadigan birinci sürde. Bununla ikinci süre kana kılıdı, eğiş kılıdı. O olsun mu kabirden turusuz. Meyde yevme tercufur racife. Racife titrep gidadigan. Yani titreydigan dersen titrep gidadigan. Ve tedba'uha radife. Eğiş kılıdigan gibi iki sür oldu. Birincisi de hemen titrep cen çıksa, ikincisi de hemen titrep ondan kopulmuş. İki sürün demek şu günüzde. İbn Abbas radıyallahu anhu deydi, radife ikisi birinci, ikinci katımlık, iki katımlık sürül olup, birincisi her şeyini Allah'ın izniyle öldürüldü, cinnaladı. İkincisi her şeyini Allah'ın izniyle tirgizdi. Depolup, andikin Allah Teala inkar qiluvchilar ve ular uchraydigan qattiqlik, qo'rqinchli ahvollarini tilg'ilib deydi. Qulubu yawma idin wajifa. Ya'ni shu kundagi kuffarlarning qalblari qo'rqib ketgan, nihoyatda endishaga tushgan, siqilgan, vajila, muttariba. U absar va xoshiya. Yani şu qalblarning ko'zlari, sahiplerinin ko'zlari intayin qo'rqqan, zalila degan xor, haqir ayir ular ko'rgan qo'rqinchlar tufaylidan qattiq nasharatga tushgan hamdi. Yaquluna inna lamarduduna fil hafira. Ular deydi-ki, inna yani biz deydi, lamarduduna fil hafira. İlgirki altımızga bir qaytamizmi? Yani ular dünyada ma ahiretdeki gap emas. Bular deydi-ki dünyada tirilishni zanglik qilib, yaroq hisoblab aytdiki, hey, biz ulab bo'lgandan keyin qaytib, fanasiru ahya, biz yo'qolib ketib bo'lgandan keyin tirik holatimizga qaytamizmi, tirik bo'lamizmi? Xuddi avval dastlabki holatimizga o'xshash qaytamizmi deydi bular dunyoda. Imom Qurtubiy deydi, ularga deyilsa, sizlar tirilsa deyilsa, ular aytgan inkor qilib, hayron qilib, hey, biz ulab bo'lgandan keyin dastlab ishdan avval ila avval al-amri dastlab holatimizga, dastlabga qaytamizmi, qaytirilamizmi? Yani ölüşten ilgirkidek tirik halatimizga qaytamizmi deyishadi deydi. Arablar deydi, raja'a falan fi hafiratihi deb bunda qo'llanadi ma hafirani, ya'ni kagayaga qaytgan aslidagi holat deganakchida. Iza kunna izghaman. Biz tushib ketgan, titma bo'lib ketgan, mutafattida degan gap, uzib ketgan, uglib ketgan, so'ng ko'p ketgan, dinkigan putib bo'lsa, sanurad va nub'as min jadid. Ya'ni qaytib yeniden tirilmizmi deb başladı aytdi ular. Qalu tilka idan karratun khasira. Agar ashta tirilish haqib qolgan bo'lsa, haqib qolsa, biz ulab bo'lgandan keyin tirilib qolsak, sawfa nakunu minal khasirin. Biz eng ziyodat qadam bo'lamiz, chunki biz o'zi imoyat bo'ldik. Allah Teala dedi, fa innama hiya zajrun. Oddiy gap bu amaliyat Allohga nisbatan bir püleş deyapti. Faqatlar usulning tirilishini bir zajra vahida munosabatli shu. Yani u olsun bir qitimliq to'lashlar, bir qitimliq ovozlar. Buningda surg'a qabrlardan turish uchun puydirildi, bas yetarlik sizlar tirilib o'rningdan tursizlar. Fa idahum bisar. Ular izah mufojiat emasmi? Shu surchilangandan keyin qarqudek bo'lsa, hammasi zimin yuziga chiqib qolgan. Ya'ni kishilarning hammasi ziminning ichida bo'p bo'lgandan keyin ba'da makanu fi batniha degani ilgir ziminning ichida o'lgandan keyinchi, endi surchilangandan keyin shu ziminning ichidagi insonlar hammasi bisahira, ziminning yuziga chiqadi. Andiga Allah subhanahu va taolo Musa alayhisolamning Fir'avn bilan bo'lgan qissini Rasulullohga tasalli berib, "Sen bak o'zingga cho'ng olib ketma. Musa Fir'avn bilan cho'ng bir hikoyasi bor uningki. Fir'avn bilan o'tkazgan buyuk kuldir bor uningki." Ve Peygamber Aleyhisselam'ın kavmini ulağa, yani mukazzibin, Firavun'un kavminden boğan, inkar kılgan, zalimlağı düşken işlağı düşüp geçişini eskertip, ey Kureyşler, siz özünün ne mi çağılavasınız? Kim tanrısıyla? Ey Firavun siladek inkar kıptı, ehvalı bu oldu. Selamı bu günkü kalısılar demekçi de. Dedi ki, hel etâke hadîthu Musa.
He, anlaganma Musa'nın gepine degan gapçı bu. Yani bu hali bir xil qarış tarafni meselege qiziqtirish meselesi. Musa unda qilgan deb lam gap boshlab ketmay, ha, anlagan Musa'nın gepini, Musa'nın hikoyasini anlagan bir bilan degan gapçı. Yani bu qiziqtirish ve hikayeni, bu qissini anglashga targ'ib qilish uslubi bo'lib, ey Muhammad sizga Musa kelimdan xabar kelgan. Allah qana qilgan so'zlagan, o'zi bevosita so'zlagan Musa'nın hikoyasi vaqaligi keldi. Bilamsiz siz uni o'z vaqtida iznadahu robbuhu bil vadil muqaddas tuwa. Yani muqaddas vadida muqaddasın tuwa degan muqaddas vadida uni to'g'lagan degani, ya'ni uningga Robbi pak, muborak tuwa deb atiladigan Tur Sayna tig'ilininki past tarafidagi tuwa deb atiladigan muborak vadida uningga nim qilgan. Chaqaga uni, Najahudin chaqaga uni, paranqaga uni bilan degan ki izhab ila fir'aun innahu tagha. Yani hey Musa, sen hadidni aşqan zalim, zulümda tug'yanda hadidni eshib ketgan Fir'aunning qishig'i bor. Faqul hallaka ila an tazakka. Hallaka degani sen bundan qildimay, halla boshlashi, bunda qilsangiz qanday bo'lar, bunda qilib baqsangiz qanday bo'lar, bunda imkoniyat bormi deb yumshoq uslub ishlatishchi. Hatto Fir'aunga mu yumshoq uslub ishlatyapti. Yani sana günahlardan, cinayetlerden pak oluş, nispeten qiziqish, meyl bormi sende? Yani sen bir günahdan pak olmamı Fir'aun demekçi. Ve ahdiyeke ila rabbike fetakhsha. Men seni Rabbing tarafga boshlab hidayatga chaqarsam, to'g'ri yo'l boshlsam, qanday deysa, nim deysa, buni nisbatan qiziqish bormi sende demekçi. Fetakhsha, shunda bo'lganda sen saqlansa, Allohdan qo'rqsa, ya'ni men seni Robbingni tunish, Robbing itoat qilish tarafga yetaklay, sen Robbingdan qo'rqsa, Robbingdan taqvo bo'lsa, shuni Allohimiz mahshara ilayotdi. Bu yerda xashiyatni tilg'ilishi, chunki butun ishninki postkallasi mush xashiyat. Malakul umur amri degan butun ishninki yig'indisi, postkallasi javhari mush shu. Qanday odam Allohdan qo'rqsa, u odamdan har yaxshilik keladi. Andan keyin bu yerda xitobni Musa alayhisalom muxotaba xitobni Musa Fir'aunga xitob qilishni istifhom bilan boshladik. Istifhom ma'nosi o'ttirib qo'yish. Oy bir narsa yemla, bir narsa yemla degandek-ku. Xuddi bir odam o'z mehmoniga bizning uyga bir tushib ma'amla deydi, amaliyotda bunday qil degan gapda bu. Andan keyin buningga nihoyatda yumshoq, muloyim gapni agashtirib keltirib, nima deydi? Ila an hallaka ila an tazakka ila robbika fatakhsha degandek yumshoq gapilchi bu. Nima ish qilsa, mehribonlik bilan uni chaqirish va uningga yaxshi muomala qilish orqali uning tug'yon, utu degan gap uning zulm qarshilik holatidan tushirish uchun, mana bir yumush tushish uchun shunday gap boshlaydi-da. Faqula lahu qawlan layla. Yeni bir oyatda yumshoq gap qilinglar deb iborat va mushu ayni shu oyatning tafsiri. Fa arahu al-ayatul kubra. Ya'ni madamdaligi Allah Musa alayhisalomga boshlab digin deb poplikunda ko'rsatdi degani Musa alayhisalom badi, onunga dedi, nurg'un paketlarni ko'rsatdi deb o'tirdi. Nurg'un jarayon bor. Shu oyatda davotida bu yerdagi jumlada bir mahsub bor. Ya'ni Musa alayhisalom uning qishig'i badi, uni da'vat qildi, so'zladi, iymonga unumidi, uningga buyuk mo'jizani ko'rsatdi. U o'simi hasisninki mang'izgan ishlarni qana qilishi, o'zgarish ahvoli bu buyuk mo'jiza. İmam Qurtubi davotida uningga katta alomatni ko'rsatdi, u o'simi mo'jiza. Ibn Abbas bu mo'jizani asa deb qana qilgan, tafsir qilgan. Fakazzaba va asa. Fir'aun Allohning payg'ambari Musa alayhisalomni inkor qildi. Shu buyuk mo'jiza oshkor bo'lgandan keyin u Allohning buyrug'iga oslik qildi. Thumma adbara yas'a. Ondan keyin qechib yurgan peti keynicha qechib ketdi. Ya'ni yilondan qechib keyniga burilib ketib qoldi. Ya'ni uning mengishida ko'rgan narsani qo'qqonlik tufaylidan oldirab nima qoldi. Fahashara fanada. Ondan keyin sohirlari, qo'shunlarini, agashlar hammani to'pladi va kishilarga so'zlab turib dediki, faqala ana robbukumul a'la dedi. Ya'ni ularga yuqori ovoz bilan men sizlarningki mening ustimda Robb bo'lmagan buyuk ma'bud Robbingman men deydi, nauzubillah. فأخذه الله نكال الآخرة. Allah onu ilgiri ve kinki saatından hemmini kılıp cezaladı. Nekal, azap, ceza degan ma'noda. Yani Allah onu onun ahirki gepiga qarta qana qildi, jazoladı. Ana rabbukumul a'la degan ahirki gepi. Birinchi gep bo'lsa, ma'alimtu lakum min ilahin ghayri. Sizlarning mendan boshqa ilohlar bor deb qaramayman degan gepim birinchi gep aytdi.
Demek mesele bu. Firavundaki katta müşriknin ahvali bu. İnne fi zalika la'ibratan limen yakhsha. Yani bunun da yuqorida tilg'ilingan Firavunning qissasi, buning hadidin aşqanlıqları ve bunun tushgan azap ve meşakkatlarda la'izzatan ve i'tibar Allah'tan qo'rqadigan, azobidan ensiraydigan kishilar uchun ibrat va vaznasiyat bor. Endi gap zolim Firavunning hikoyasidan tugadi. Yana gap asliga qaytdiki, Quraysh kuffarlarining tirilishini inkor qildiganlarga qaytdi. Bularni Alloh o'zining qudratining ta'siriga askartdi va o'zining buyukligi, ulug'ligining ko'rinishlariga qanday qildi. Aslatib dediki, "Antum sizlar Firavun o'pdi, ahvoli bo'pti. Sizlar nima qilishingizlar? Firavun o'zini bir podshoh deb o'ylasin. Buyuk dunyodagi eng kuchli qo'shinim bor deb o'ylasin. Menda eng buyuk saltanat bor deb o'ylasin. Sizlar nimaga tayinlisizlar sizlar? Nima qilishingizlar sizlar? Antum ashaddu khalqan min sama. Bu yerdagi istifhom ularga zarba berish kayish. Yani ma'nosi, hey, mushriklar guruhi, sizlar yaratish jihatda qiyin, mashaqqatlikmi yoki buyuk katta osmonni yaratish qiyinmi? Depaqlar, osmonni yaratish qiyinmi, sizlarni yaratish qiyinmi? Osmonni shu buyuklik bilan igiz yaratgan, igiz ko'targan zotqa sizlarni yaratib, ulab qo'yganlardan keyin sizlarni turgizish ajaba oson unga qandoq sizlar tirilishni inkor qilasizlar? Imom Roziy deyapti, Alloh ular ko'zdan ko'rib bilan bilalaydigan bir ishga qarata askar deyapti. Shu ish olsin chunki insonni kichik, ojiz turib yaratish masalasi. Ya'ni u osmonni yaratish buyuklik bilan turib, uning ahvollarining buyukligi bilan turib, buningga nisbatlansa, ida udifa buningga nisbatlansa, yasir, oddiy insonning yaratilish ahvoli. Shuningdek ularni qaytirib akilish ham qolay. Qandoq ular buni inkor qilsin? Xuddi bir oyatdiki, la xalqus samawati val ard akbar min xalqin nas. Osmon zaminni yaratish insonni yaratishdan oson. Osmon zaminni yaratish inson yaratishdan buyuk degan oyatda shu mazmun tilg'ilingan. Bana. Yani Alloh o osmonni sizlarning ustinglarda buyuk qurilishi mustahkam shaklda ko'tarib yaratdi, to'riksiz, tarisiz. Ne bulup? Teximi izahlab, teximi bayan qilib deyapti. Rafa'a samkaha fasawwaha. Yani Allah o osmon zaminning jismini ko'tardi, to'ruslarini egiz qildi, so'nglarda uni tüp-tuz qildi, farq yo'q, yiriq yo'q, bo'shliq yo'q, futur bo'shliq yo'q. Ibn Kasir deyapti, buni qurilishi egiz qildi, yo'qolishi yiroq qildi, taraflari tüp-tuz qildi. Qop-qorong'i kechida yulduzlar bilan zinatlangan shaklda qildi. Ve ağtaşa leylaha ve akhraja duhaha. Onun keçisine qop-qora zulmetlik kıldı, kündüzünü yup-yuruk nurluk kıldı. İbn Abbas deyapti, keçisini qarong'u, kündüzünü yuruk kıldı degan ma'noda bu deydi. Ağtaşa leylaha ve akhraja duhaha degan shu. Vel arda ba'da zalika dahaha. Yani zamin osmon yaratib qo'ygan ekan, zaminni tap-tuz yeyib, uning ahlining turishi uchun mahadaha hozirladi. Ve akhraja minha ma'aha ve mar'aha. Endi zaminni yaşsan bul deb bo'lganiga yashaydigan narsa lozim. Bir narsa ketadi mana yashag'ilichi. Shu zaminning suyini, o'tloqlarini chiqardi, zamindan etib turadigan suv buloqlarini chiqardi, bunun o'stanglarni aqtadi. Shu zaminda o't, cho'p, yaylaqlar ündüdi. Bulardan insonlar va hayvonlar yeydi. Zaminni tog'ni mustahkam o'rnatdi, asbataha fil ard, zaminda o'rnatdi va o tog'larni şu əhlini muqim tutub tursun üçün tarığa oxşaş qıldı. Bularning hammasi mata'allakum va li an'amikum. Allah aşlarning hammasini qildi. Qaysi ishni qildi? Buloqlarni mangdurdi, o'stanglarni aqturdi, ziroat daraxtlarning hammani o'ndirdi. Kullu zalik ashning hammini bendilerinin menfaati yüzüden, ularning menfaatini ro'yobga chiqarish uchun va hayvonlarning foydasi, chorvalarning foydasi uchun qildi. Imom Roziy deyapti, bu yerdagi marhahadan murod inson va hayvonlar yeydigan narsani iroda qildi deyapti. Nimishqa mata'allakum va li'an'amikum dalilulan. Qarang, Alloh subhanahu va taolo akhraja minha ma'aha va mar'aha degan bir so'z bilan zamindan chiqargan mayli yemeklik bo'lsin, insonlar ve hayvanlarga nisbeten bir meta, uzuqluq olsun, meta işiltadigan qolay narsalar hamma meta oladi. Meyli o çöptün olsun, daraxtın olsun, dallardan olsun, meyvelerden olsun. Yoki asfi hataplardan olsun, otunlardan mesela, o çöp şah otunlardan, kiyim-kechak, doğrulardan olsun, hatta tuz, otgacha hammasi müşahede irade qildi, yani müşahede ifodaladi, müşni dalalat qildi.
Mesela tuz mu? Mesela tuz mu sudan çıkarıldı. Ot mu daraxtdan çıkıdı. Demek bütün insaniyetga lazım olan hamma narsa zamindan chiqadi. Zamindan chiqadi. Allah subhanahu va taolo osmon va zaminning yaratilishini tilga olib va u ikkisida qo'ygan ajoyib qalt yaratgan xalq yaratish va barliq keltirishning ajoyibotlar qatorliq ishlarni tilga elevdi. Mishqa hashaning aqli jihatdagi mumkinligiga dalil tug'sin. Shundan keyin uning amaliy yuz beradiganligi haqida so'zlab deydi: "Fa idza ja'at at-tamatul kubra." Ya'ni cho'ng qiyomat kelsa, qiyomat kelsa bo'lib qiyomat qanday buyuk bir ish bu. Buning qo'rqinchidan hamma narsani egallab ketadigan, boshqa har qanday buyuk ishlardan ustun bo'ladigan, ta'ulu degani buyuk bo'lib ketadigan buyuk bir ish mushu kelsa. Ya'ni Ibn Abbos deydi, bu qiyomat tamma deb atilishning sababi chunki u har qanday qo'rqinchlik, har qanday beoromlik ishning hammasidan eshib ketadi. Hammani besib oladi. Shunga buyuk katta ish kelsa, yawma yatadhakkarul inson ma sa'a. Shu kunida inson o'zi qilgan ishlarni eslaydi. Ya'ni shu kunida inson o'zi qilgan yaxshi yomon ishlarning hammani eslaydi. Bu ishning o'zining amal sahifasida xotirlanganligini ko'radi. Va burrizatil jahim liman yara. Vaqtda ko'rilganligi har qanday odamga jahannam oshkorlanadi. Ya'ni jahannam qarg'anlarga oshkorlanadi. Uni kishilar aynan ko'radi. Har ko'z egasining atrofida ochiq oshkor ko'rinadi. Niyada qiyomatning ahvoli qo'rqinchisining sifatlarini sifatlab qo'ygandan keyin kishilarning ikki firqaga bo'linganligini tilga oldi. Birisi ashqiya, yana birisi suada. Birisi shaqiy, dunyoda xato yo'lamagan insonlar, yana birisi suada, baxtli, dunyoda to'g'ri yo'lni tanlaganlar. Davud fa amma man tagha. Kimki hadidni oshgan bo'lsa, ya'ni kufrlikda, osiylikda hadidni eshib ketsa, va atharal hayata dunyo hayotini tanlasa, u oxirat hayotiga, ya'ni yo'qoladigan hayotni oxirat hayotiga ortiq bilsa, va faddala va hayotning harom hissiyotlariga cho'kib ketsa, o'zining oxiratiga amali solih bilan tayyorlik qilmasa, fa innal jahima hiyal ma'wa. Jahannam kuyib turgan, yolqinjab turgan jahannam buning o'rni, oxirgi manzili bo'ladi. Undan boshqa uning manzili yo'q. Amma Rabbining maqomidan qo'rqqan, ya'ni Rabbining buyukligidan, ulug'ligidan qo'rqqan, Rabbining oldidagi maqomidan, o'zining qiyomat kunidagi Rabbining oldidagi o'zining maqomidan qo'rqqan, nimishqa o'ninki bu yerdagi boshlanish va oxirilishni aniq bilganlikka jazm qilganlik uchun qo'rqqan kishi va nahan nafsa anil hawa, qo'rqishlar birga o'zini xohisha, yomon havoya havasga birlashishni to'sqan bo'lsa, o'zini gunoh maqsad harom ishlardan to'sqan bo'lsa va o'zini do'zaxga olib boradigan, halokatga olib boradigan shahvatlarni yiqqan bo'lsa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Uning o'rni oxirgi boradigan yeri jannat, ne'mat to'lgan jannat bo'ladi. Uni undan boshqa manzil bo'lmaydi. Napogandan keyin Alloh subhanahu va taolo qiyomatni inkor qiladiganlarning pozitsiyasini, qiyomat xabarini zangli qiladiganlarning pozitsiyasini tilga olib, yasalunaka as-sa'ati ayyana mursaha, ya'ni ular sizdan qiyomat haqida, qiyomatning qo'zg'alish turishi qachon deb so'raydi. Ya'ni Muhammad mushriklar sizdan qiyomat haqida, qiyomat qachon yuz beradi, qachon turadi deb buni so'raydi. Mufassirlar deydi, mushriklar qiyomatning xabarlarini anglaydi. Ve onun büyük sıfatlar bilan sifatlangan tarafini anglaydi. Mesela tamma, saha, qari'ada. Undan keyin bular masxir qilishib deydi ki, Allah uni qachon paydo qiladi, qachon turg'izdi, qachon yuz berib, qachon bo'ladi bu ishlar deb menda masxir qiladi. Shun fima anta min zikraha. Sen onun zikridan, onun amaliy ahvolidan ne desan degani, sen binas uqmaysan, sen qiyomat masalasini Allohdan boshqa hech kim uqmaydi. Ya'ni qiyomatning ilmi sana emas, sening ustingda emas u. Ularga uni deb bergidek. Hatta tazkuruha lahum degani buni ularga deb bergidek, sening ustingda emas u. Chunki u Alloh o'z ilmiga tanlagan, yoki uning ilmini o'ziga tanlagan g'ayb ishlarning qatoridan. Nima ish qila sendan so'raydi ekan uni? Nima ish qila savolda hadidni echib chatlaydi ekan ular? Ila rabbika muntaha. Bunun meselesi, bunun oxirgi cheki Allah tarafda. Ya'ni bunun maraddisi, marja'i Allah tarafda. Allah biladi uning vaqtini muayyanlashtirgan shaklda. Allohdan boshqa hech kim la ya'lamuhu, uni bilmaydi. Innama anta man munziru man yakhsha. Ya'ni sen faqat Allohdan qiyomatdan qo'rqadigan insonlarni ogohlantirish vazifang bo'lsin. Ya'ni sening mas'uliyating Muhammad faqat qiyomatdan qo'rqadigan kishilarni askartish, uning vaqtini bildirish emas. Amiyada inzar deganni ishiltishi bima yaxshahaga, chunki u dal osh inzor bilan manfaat oldigan odam, qo'rqadigan odam. Ko'nglida Allohga ozroq qo'rqish odam
onu da menfaat ala alaydı. Şoňa aşky mäde men ýahşa dep agahlandyryş babaga qokuduğan kişi digen ikisini äkep goşan sebebi şu. Keannahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duha. Xuddi ma kuffarla ula kıyametni kögen, kıyametki qokunçlygyny kögen wagtda dünýäde fakat asraqyny wagt, saatan min nahar diýen bir günniň asraqyny wagtyda tugandaklam. Xuddi bir keç, bir etdigen tugandak, bir keç, bir etdigen şunda tugandaklam. Demek onuň günniň dehşetinden burun kışla bommagandaklam manda bir xil hissat keledi. Muşunyň öz ulan bizge ýeterli kıyametniň agahlandyrışlary boldy diýdi. İbn Abbas, İbn Kathir rahimehullah diýdi, bular dünýä hayatynyň mudyny bäk kysky dep garaýdy. Nimişqa? Adatysyny şonça uzun ýaşap ketdi, qatty egri xapakty qalsa, xuddi burun rahat gelmegandaklam bir xil hissat boldy emasmi? Xuddi dünýä hayaty ulanyň nazarynda bir gün bir keç digendek, bir keç bir et digendek. Allah subhanahu wa ta'ala Sur-i Kerimini şu deslibede qasam qilgan haşr ve yig'ish bilen haşr qilish ve tirildirishni isbotlashdan iborat. Mushu masaladan oxirlashdi. Sur nima bilan boshlangan bo'lsa, oxiri shundan oxirlashdi. Fa kana zalika an ashur qiyomatning keladiganlik qarta delil ve burhan sifatida keldi. Nimishqa surning 5i oxirisi bilan maslahatsin uchun. Shuning bilan bugungi darsimiz oxirlashdi, saboqlashlar. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.